Assalomu alaykum, Centrum Holidays tur firmasining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga dekabr va yanvar oylariga yangi qabullar va yangi chegirmali narxlar e'lon qilingan. Batafsil mana shu video davomida barchasini siz obunachilarimizga yoritib borishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat zo'r. Hoji aka, obunachilaringizga rahmat, Allohga shukr. Hozirgi kunda dekabr va yanvar oylariga qachon va qayerdan reyslarimiz bor? Shular haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Xo'p, assalomu alaykum. Hurmatli Centrum Holidays ashaddiy obunachilari. Otam hoji qilaman, onam hoji qilaman degan aka-uka, yoru birodarlar, opa-singillarimizga mana shu videoda tashabbus qilsalaring maksimalni biz xursand bo'lardik. Xudo xolasa biz dekabr oyiga sanaqli kunlarga joylarimiz qoldi. Xo'p, Namangandan 29-dekabr kuniga, Farg'onadan 30-31 kuniga Farg'ona Jidda hamda Farg'ona Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. Joylarimiz soni oz qolgan. Bemalol dekabr oyida niyat qilganlar bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaveringlar. Xudo xolasa bizda yanvar oyini ham ochiq deb e'lon qilamiz. 1-yanvardan 15-yanvargacha Farg'ona, Namangan hamda Toshkent xalqaro aeroportlaridan Primoy Madina, Jidda reyslarimiz bor. Qabullarda davom etyapmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, o'z joylarini bron qilsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa. Xo'p, hoji aka, hozirgi kunda safarimiz 14 kunlik mobaynida sayohat va ziyoratlar va qanday paketlarimizni hozir yo'lga qo'yilgan. Shularni ham bir qator aytib o'tgansiz. Gazsiz oraliq masofalari bilan. Xo'p bo'ladi. Xo'p, bizda hozirgi kunda Centrum Holidays'da Standard Plus paketimiz bor. Comfort paketlarimizni yo'lga qo'yganmiz. Biz hozirgi kunda Standard Plus bilan Comfort paketimizni gostinitsalarida, ozuqatlarida ozgina farqi bor, lekin ziyoratlari 10 dan ortiq ziyoratgohlar, Qizil dengiz, Toyif shahrlari barchasi qolganlari bir xil bo'ladi. Sizlarga hozirgi kunda Standard Plus paketimizni farqi Madinada gostinitsalarimiz oraliq masofasi 150-200 metrda bo'ladi. Xo'p, Makka shahrida esa 1,5 uzog'i bilan 2 kilometr oraliq masofasida bo'ladi. Albatta 24 soat avtobus xizmatlarimiz bo'ladi. Bu Standard Plus bo'ladi. Xo'p, Comfort paketimizning farqisi Madinada gostinitsalarimiz 100 metrda bo'ladi. Makka shahrida esa 800 metrdan 1 kilometr uzog'i bo'lmasam 800 metr oraliq masofasida bo'ladi. Farqi shunda bo'ladi. Xo'p, Standard Plus'imizda Madinada 2 mahal ovqat bo'ladi. Comfort paketimizda esa Madinada ham, Makkada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Albatta narxida ham ozgina chegirma qiladi. Xudo xolasa. Xo'p, hoji aka, hozirgi kunda, ya'ni mana shu Comfort paketi bilan, ya'ni Standard Plus paketining narxi haqida ham ma'lumot bering. Xo'p bo'ladi. Xo'p, bizda Standard Plus paketimiz narxi yanvar oyiga 15-yanvargacha $1050 deb belgiladik. Bemalol qo'ng'iroq qilsalaring bo'laveradi. Xo'p, 13-yanvarga Xudo xolasa Allohning izni bilan o'zimiz boshchiligimizda, xo'p, men bilan birga Umra ziyoratiga boraman degan aziz obunachilarimizga, xo'p, vatandoshlarimizga, yurtdoshlarimizga 13-yanvar kuni Farg'onadan Primoy seshanba kuniga to'g'ri keladi haftaning. Xo'p, u Comfort paketimiz narxi $1100 bo'ladi. Joylarimiz bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, yana ham to'liqroq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Tanlov o'zingizda. Standard Plus'ni tanlasangiz Standard Plus yoki Comfort paketiga ketmoqchilar, Comfort paketda bemalol imkoniyatidan, sharoitiga kelib chiqqan holda bemalol parvozlarda, to'g'ridan-to'g'ri parvozlarda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Hoji aka, bo'lmasam Xudo xolasa telefon qilishsa, bonus va chegirmalar qilib berasiz. Albatta, 24 soat nimamiz, telefonlarimiz yoniq. Xudo xolasa. Aloqada o'zim bo'laman, bemalol qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Rahmat. Do'stlar, bizni kuzatib boringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat hoji aka. Rahmat, sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.